Oilada bitta odam boy bo'ladi. Qarindosh urug'larning ichida, hammaning ichida bitta odam shunaqa boy bo'ladiki, hammani problemasini o'sha yordam beradi va hal qiladi. Biz ustozimiz Karim Norbekov bu narsani boshqacha tushuntirganlar. Ustoz aytganki, sanlarda oilangda kimdir bitta odam boy bo'ladi va hamma unga muammosini aytadi. U nima uchun boy? Chunki Alloh o'sha hammaning rizqini unga qo'shib beradi. Nobod o'sha inson, bo'ldi problemani o'zing hal qilish, hadi menga kelishaverma deb qo'ysa, u maqom u insonni olib o'sha qarindoshlarni boshqasiga beriladi. Ya'ni boshqa qarindoshga tushib ketadi. Buni esa maqomi kerak bo'lsa 0 ga tushib ketadi. O'shuning uchun ham nobodi siz yaxshi pul topyapsiz va sizni qarindosh urug'ingiz ota-onangizga berayotgan pulingiz, otangiz pulingizni olib ukangizga, singlingizga sarf qilyaptimi? Berish imkoniyati bormi sizda? Doimo berib yurishga harakat qilish kerak. Lekin juda ko'p ayollar bu narsani tushunmaydi. Mani qaynatam erimni pulini shilib, opasiga beryapti, singlisiga beryapti, bizga kun bermayapti bo'lishadi. Aslida esa bu noto'g'ri. Foydalimi, foydasizmi? Kommentariy yozib qo'ying, fikrlang.